Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun demak o'zlashtirgan so'zlarimizni yanada takomillashtirish maqsadida ushbu dialogni o'rganib chiqsak bo'ladi. Bo'lmasam boshlasak. Birinchi gapimiz demak dialogda desiderano qualcosa da mangiare, un panino al formaggio, una pizzetta, 2 tramezzini, qualcosa da bere, 2 aranciati, 2 bicchieri d'acqua minerale per piacere. Quanti? 20.000 lire. Demak, ma'nolari nima istaysiz? Nimadir yeyishga, sirli buterbrod, pizza va 3 qavatlik demak pizza buterbrod istashni aytmoqda. Nimadir ichasizmi deyilyapti. 2 dona apelsinli sok, 2 dona mineralli suv deyilyapti. Narxini so'rashyapti va 20.000 demak lira deyilmoqda.